Do'stim, bitta gap aytaymi? Bu dunyoda hech nima tekin emas. Kerak bo'lsa, onangning sutini ham bir kun emas, bir kun sen oqlashing kerak. Onangni umraga olib borish yoki hajga olib borish bo'lsam, ularni keksaligida ularga zabotitsa qilish, ya'ni qarash va ularni orzu-havaslarini amalga oshirish bu seni bo'yningda. Undan tashqari, agar bu sen tana, bu tana ham bu omonat hisoblanadi. Bir kun emas, bir kun ushbu tanani sen omonat holatda topshirishing kerak va savoblari bilan topshirishing kerak. Biror bir inson seni tug'ilgan kuningga sovg'a olib bordimi, u degani seni ham bir kun emas, bir kun unga ushbu sovg'ani yoki ushbu mehrni qaytarib berishing kerak. Yoki uylansang, ushbu ayoling senga u faqatgina ayol kishi funksiyasini emas, u sendan mehr ham talab qiladi va u mehrni sen joyida qo'yib berishing kerak. Undan tug'ilgan har bitta farzandni sen o'zing uchun dunyoga keldirasan va ushbu farzandlarni har kuni sen otalik mehrini berib va ularni ulg'aytirasan va qarabsanki, bu hayot bumerang. Agar sen qanday inson bo'lsang, shunda senga ham farzandlaringdan qaytadi. Va bu dunyo hech qachon tekinga emas. Shuni bilib qo'ying. Tekin pishloq faqatgina qopqonda bor. Fikrimga qo'shilsanglar, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar.